Orzular, dabdalar, hafsalar sindirdi ba'zilar hazillar qilganda ko'tarmas ko'ngliga o'tirmas senga javoban deydi bo'ldi bas. Tuyg'ular, kulgular, hafsalar sindirdi ba'zilar hazillar qilganda ko'tarmas ko'ngliga o'tirmas senga javoban deydi bo'ldi bas. Kam g'am so'zlarimda ham sezib tursin o'sha holatda yuragim albatta uradi marom olgin deb orom har xil holatda shirin vaziyatda to'xtab qolsa vaqt shumikina baxt mablag' bo'lsa naqd san uchun tog' shahrimni markazidan shinam xonadoni so'nggi rusumdagi oppoq ulov taxt baxt bizi uchun ko'rinishi qaysi shakl o'zimizni boshqarolmay g'amga bo'lamiz vakil to'rtta devor bag'ridagi yana o'sha holat yarmi ho'l yostiq yarim tun zulmat yum tundi bilan tushar kayfiyat yana og'ir vaziyat sanga uchib borib bosish uchun bag'riga ruxsat bermas shariat va xayriyat o'tib tun keldi kun ahvoli qaytalar har kunda o'sha holat. Orzular, dabdalar, hafsalar sindirdi ba'zilar hazillar qilganda ko'tarmas ko'ngliga o'tirmas senga javoban deydi bo'ldi bas. Tuyg'ular, kulgular, hafsalar sindirdi ba'zilar hazillar qilganda ko'tarmas ko'ngliga o'tirmas senga javoban deydi bo'ldi bas. Erreur. Henri est marqué. Erreur. Henri est marqué. Fais-moi ça. Faire en sorte que ça tourne un peu là, au niveau de la baignoire. Je mets pas de DECT hein.